Hammaga privet, mana kuzatayotgan qadrli obunachilarim. Sizlar bilan bugun birinchi marta ovozli video olamiz, ya'ni ovozimni qo'yib video olamiz. Sizlar bilan anchadan beri bunaqa video olmaganim, Toys kanal ochilgandan beri hali bunaqa video olmadim. Ovozimni olib yozib olishga vaqtim bo'lmagani uchun prosta tak ovoz solayotganim. Birinchi safar olib ko'raman. Menimcha yaxshi chiqadi degan umiddaman. O'zingizning fikringizni qoldirasizlar. Bugungi sizlar bilan oladigan videomiz stol ustini tozalab olish bo'ladi. Asli o'zi sizlarga stol ustini hali obzor qilib bermadim. Qilib bermoqchi edim, to'shunga ham vaqt topolmayapman. Albatta biron safar qilib beraman. Bu yerda jastomni to'zmagan, asosan mana stiker idishni yig'ishtirishdan bo'ldi. Mayda-chuyda narsani olib bunga o'tdik. O'zimcha hammasini birdan ochdim, lekin olamadim, yarim qilib oldim. Buni qanaqadir menga to'zib ketib, narsalar tiqilib qolgandek ko'rindi nimagadir. Men bitta skotlarim qaranglar ochilib yotibdi. O'shaning uchun ixtiromochi edim. Sizlar bilan birga video olishni qaror qildim. Vaqtim yo'q edi, lekin shunda ham oldim. Keyin mana shu hamma narsa stikerlarimni oldim, skotlarimni. Men taqadir ochilib yotdi. O'shaning uchun bular hammasini birdaniga kirgizib ola qoldim. Mayda-chuyda hamma stikerlarimizni oldik, qisqachlarimizni oldik, organizerimizni bo'shatib oldik va birin-ketirlikda stikerlarni joylab chiqaman. Bu yerda videoni tezlashtirib yuboraman, chunki sizlarga albatta stiker obzorini qilganim. O'shaning uchun men shu bittalab ko'rsatib o'tirish kerak emas deb o'yladim va sразу tezlashtirib ola qoldim. To'g'ri, bu yerda bitta yangi stikerlar bor. Sizlar bilan buni videosini olishga vaqtim bo'lmadi. Keyingi safar yana agar stikerlar obzor qilganimda ko'rsatib ketaman yangi olgan stikerlarimni. Hamma stikerlarimni, stiker notlarimni, estetik stikerlarim hammasini deyarli joylab oldim. Bu yerda ham stiker notlar, ham stikerlar turadi. O'shaning uchun sirani joylab oldim. Lekin shunda ham nechta stikerlarni saralagan bo'lsam ham tiqilib qolgandek ko'radi. Уже deyarli stikerlarni joylab oldim. Skotlarimga o'tdim. Skotlarimni birin-ketin joylab oldim. Unchalik ko'p skotlarim yo'q. Ishqilib 5-6 ta bo'lish kerak menimcha. Ularni ham joylab olib, qolgan yana qolib ketgan stikerlarni qo'yib oldim joy-joyiga. Hammasini sovaganman shu yerda. Men bu azali stikerim qanaqadir yoyilib ketavergani uchun buni qisqashga qadab qo'ya qoldim. Unaqa ko'p ishlatmayman, lekin shu yerda turibdi, chunki elzavandan yaxshi ko'raman. Prosta bu yerda unaqa детский stikerlar yo'q, ko'proq estetishni, lekin shu elzavanda turadi. Qolgan qisqachlarni joylab oldim, hammasini joy-joyiga deyarli уже buni ishtirib bo'ldim, joyiga qo'ydim. Qaranglar, mana shu yerda kerak emas stikerlar ham turibdi. Ichida deyarli to'ygan, bab ishlatilmagan bir xillari bor. Bularni unchalik ko'p ishlatmaganim uchun o'zini idishga solamiz. Hali sizlarga ko'rsatib o'taman buni ham. Men bitta mana shunaqa markerlarni turadigan idish topib olganman. Yangi marker oldim. Mana shunaqa 6 xil rangli, 6 xil mashina hidi bo'ladi va 6 ta peshtatkali bo'ladi, mevali hidlar bo'ladi. Anchadan beri marker olaman deb yurdim, yaqinda olib, bularni ham idishga joylab oldim. Rosa ham zo'r ekan. Qanaqadir milashka hidlar hidlasa, вообще hidlari приятный, o'zligiga yoqadi. Mana 3 tali nabor markerimni joylaganman. Qolgan markerlarni ham birin-ketin joylab chiqdim shunaqa. Mana bu yerda og'iz ochilib ketib qolgan buni. Menga juda ham ko'p marker kerak bo'ladi. Yaqinda ko'p markerlarni tugagani uchun tashlab yuborgandim. Yana olaman deb yurgandim. Как раз vaqt topib magazinga chiqib kelib oldim. Qolgan markerlarni ham joylab oldik. Shunaqa ichi to'ldi. Qolgan kerak emas narsalarni olib tashladim, chunki marker idishimda faqat marker turgani yaxshi, lekin ukalarim keyin kelib tenib ketishadi, o'zlari xohlagan joyga solishadi. Bu yerda ham tarollarimga tegganda mashina ichiga solib qo'yibdi. Tarollarimni o'zini organizerga soldim va qolgan hammamda turadigan ruchka, qalam, lineykalarni birin-ketin joylab oldim. Unaqa ko'p narsa turmaydi bu yerda. Prosta men uchun kerak bo'ladigan bitta narsalar turadi. Deyarli hammasini joylab olganman. Bu yerda penalimni oldim. Maktab penalim ichida ko'p narsa turmaydi. Penalimdagi hamma narsani ham bunga joylab ola qoldim. Penalimni olib qo'yaman. Maktab boshlansa yana olib ishlataveraman. Joyiga yelib turmasin, shu ham men uchun. Bunani o'z joyiga qo'yib oldim. Qalamlar mana shunaqa idishim, markerlar idishlarimni. Bu yerda yana bunaqa ko'rsanglar, naq turibdi. Nimada salfetka. Yaqinda oldim. Mana, olganman уже. Yaqinda oldim. Sizlar bilan birga ochamiz. Mana stol ustida doim shunaqa salfetka turardi. Bir haftacha oldin tugab qolgandi. Yana yangi olaman deb yurib esimga tushib ketgandi. Kecha chiqqanimda magazinga esimga tushib ketib oldim. Menga doim kerak bo'ladi. Nimagadir stol ustida turganimda o'tirgan. Ishlataman, o'shaning uchun 100 tali va bu ancha vaqt ketadi menga. Shunaqa qilib buni ochib oldik. Ichidan oldim va joyiga to'g'ri qo'yib qo'yaman buni. Joylab oldim buni ham. Endi esa o'sha sizlarga aytganim kerak emas idishlarim turadigan mana hozir ko'rsataman, mana kerak emas
stiker mana shunaqa idish potga mana shunaqa 3 bloknot и 3-4 mana shunaqa stiker kerak emas, o'shalarni solib qo'ydim. То есть menga unaqa ko'p kerak bo'lmaydi, kerak bo'lganda o'zim olib ishlataveraman. Bu yerda menga важный joy egallab turmasligi. И уже bo'ldi. Bu yoqni yig'ishtirib bo'lganman. Men sizlarga mana shu ko'rsatdim va tepadan keyin sapar yig'ishtiramiz. Hammaga xayr, sizlarga yoqdi degan umiddaman.